Mahmud aka yaqinda to'yim. To'yimda klassik ko'ylak kiygan yaxshimi yoki smoking ko'ylak kiyganim yaxshimi? Keling, men hozir sizga smoking ko'ylak bilan klassik ko'ylakni ikkalasining farqini tushuntirib beraman. O'zingizni xohishingizga qarab bemalol ko'ylak buyurtma bersangiz bo'ladi. Smoking ko'ylagimizda maxsus tadbir va kecha, oqshomlar uchun maxsus kiyiladigan ko'ylak hisoblanib, bo'ynida kapalak, ya'ni xalq tili bilan aytganda babichka va belida poysi bo'lishi shart. Smoking ko'ylakni maxsus tadbir ishtirokchilari, kuyov bolalar va qolaversa san'at vakillari, maxsus chaqirtirilgan mehmonlar ham kiysa bo'ladi. Klassik ko'ylaklarimizda bu universalli hisoblanadi. Har qanaqa tadbir va marosimlar uchun bemalol kiysangiz bo'ladi. Agar siz to'yda klassik ko'ylak kiymoqchi bo'lsangiz, har doim klassik ko'ylak bilan bo'yinboq, ya'ni xalq tili bilan aytganda galstuk taqish shart bo'ladi. Bunda satsiya qiladigan yoqamizda angliskiy fason yoki ko'tarib turadigan yoqa bo'lishi shart. Agar siz ham to'y marosimi uchun maxsus qomatliga moslab tikilgan ko'ylaklar kerak bo'ladigan bo'lsa, barchalarni Mahmud Sartuzga qilamiz.